Bir odam kunduzida nima dedi? Ben bugun bir kechasi tahajjud o'qiyman dedi. Alloh taolo farishtalarga maqtanar ekan. O bandamni qaranglar. 70 ming eshiklik, 70 mingta bog'i bor, 70 mingta xurumga suvchi bo'lyapti. O'qiyman dedi, xolos, hali o'qigan yo'q. Niyat qildi, umid qildi. O'qiyman dedi, xolosda. Kechqurun o'qisa-chi desa, Alloh taolo farishtalarga buyurar ekan, 70 ming eshikli, 70 mingta bog'i bor, 70 mingta xur shuniki bo'ldi, muhrlab qo'yinglar. Hech kim ocholmadi. 2 rakat o'qisa bitta, 4 rakat o'qisa yana bitta. Yana 2 rakatdan 6 rakat o'qib qo'ysa-chi, 3 ta qasr berilyapti. İnsanlarda ba'zilarda jannati shunaqa bo'lar ekanki, qaragan odam bu dunyoga 2 barobar katta bo'lsa ham, qaragan odam nimasi jannatchi ekandir kanda. İçida bog'lari, qasrlari, daryolarda ham 4 ta daryo chiqib o'tgan. Asal daryosi, sharob daryosi, muzaffo suv, shunaqa 4 ta daryo o'tib, daryoning labida-chi desa, so'rilari bo'lib, so'rilarning ustida-chi desa, 70 qavat to'shaklari bo'lar ekanda, yillab o'tirsa beli og'rimaydigan. So'rida yonboshlab yotib, olma yegisi kelib qoldi deydi. Olma o'zi sekin shoxi bilan egilib kelar ekan. Qo'lini uzatish ham mashaqqat ekan. Shunday og'ziga kelsa-da ovolar ekanda. Ey Robbim, biz dunyo hayotida olma yeymiz desak, yo shoxiga chiqardik, yo cho'pay bilan, yo bir nima bilan mashaqqat bilan nima qilardik. Bu hozir shunday o'zi kelib yeb qo'ya qolyapman-u desak, Alloh taolo aytgan, jannatda mashaqqat yo'q. Rohat. Uchib ketyapti bir qush. Qarang, uchib ketyapti. Shuni siz go'shini yegis kelib qoldi deng. O'sha zahoti dunyoda o'sha qushdan qanaqa taom pishirilgan bo'lsa dunyoda, o'shalar hammasi bo'lib kelar ekanda. 2000 xil taomda, tabakisi bormi, grili bormi, shashligi bormi, paloni bormi, pistoni bormi, tandirda xilma qilgani bormi, dimlangani bormi, manqaligim hamma taomlarda suyug'i, qo'yig'i qilib endi yeb bo'lishiga yo'q, yana uchib ketaverar ekan joyida. Jannatga rohat qarang. Hojatxonaga borishi yo'q ekanda, qarang. Jannatda hojatxona yo'q ekan. Nimaga desa hojatxonaga borish ham mashaqqat ekanda. Nega bular yeganini nima qiladi desa, Alloh yengil tellatar ekan. Yengil tellaganda hazm bo'lib ketar ekan. U terdi hididan-chi desa, jannatda Alloh taolo xushbo'y qilar ekan. Shu jannatda Alloh taolo sizni bizga nima shoshilinglar. Va u jannat